Alyaskar aka, tradingda tizimli savdo nima? Ushbu savolga qisqa va aniq qilib javob berishga harakat qilaman. Misol tariqasida O'zbekistonni keltiraman, ya'ni O'zbekistonda davlat tashkilotlari juda ham ko'p. Soliq, prokuratura, sud tizimi, vazirliklar, shunga o'xshagan tashkilotlar juda ham ko'p. Ushbu tashkilotlar har biri o'ziga berilgan topshiriq va tartib tizim bo'yicha ishlaydi. Ya'ni ularni har biriga ishga kelish vaqti, nima topshiriqlar berilishi, har biri o'z vaqtida va aniqlik bilan qilinadi. Shu sababdan O'zbekiston davlatimiz 35 yildan buyon yuqoriga qarab o'sib kelyapti. Bu juda oddiy va sodda misol bo'la oladi. Undan tashqari любой biznes, любой tadbirkorlik faoliyatimi nima bo'lishidan qat'iy nazar har bir narsaga tizim kerak. Undan tashqari real o'zimizda yashab turgan hayotimizda yoki qilayotgan tadbirkorlik faoliyatimizda yoki bizneslarimizda har birida tartib va tizim bo'lishi shart. Agar tizim bo'lsa, o'sish bo'ladi. Tizim bo'lmasa hech qanaqangi o'sish bo'lmaydi. Trading sohasida ham xuddi shunaqa, ya'ni tizim va tartib bor. U yerda biz mana kurslarga boramiz, boshqa joylarda pul berib o'qiymiz, to'g'rimi? Bizga nima o'rgatiladi tradingda? Trading strategiyalar, risk management, money management shunga o'xshagan o'zini yo'nalishlari bo'yicha strategiya va tartib qonun qoidalari o'rgatiladi. Ya'ni bozorda savdo qilishimiz uchun. Va biz inson bo'lganimiz uchun va hayotda tartib qonun qoidamiz bo'lmaganligi uchun ko'pchilik insonlar mana shu tizimga moslasha olmaydi va pullarini yo'qotishni boshlashadi. Aynan mana shu joyda bizga algo trading yordamga keladi. Ya'ni robot va indikatorlarda tizim bo'ladi, ularda tartib bo'ladi. Mana shu siz o'rgangan strategiyani tartib qonun qoidasi bilan biz dasturlaymiz va u dastur xatolarsiz, risklarsiz, aynan berilgan tartib qonun qoida bo'yicha savdo qiladi va daromad topib keladi.